Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechsiz? Javobimsiz? Qarmang. Yaxshimisiz? Ikkita. Siz top so'radingiz, Ina top. Karta. Assalomu alaykum. Ina karta. Jo'rab ikkita-yu. Jo'rab? Yaxshi aka, siz jo'rab olib kelaman keyin sabab. Hang. Ikkita dedi. Ko'sh? Bo'ldi. Bo'ldi, ko'sh akkalaman keyin sabab. Asa ketdim. Xo'sh. Na, ko'r. Gulchehra xo'sh. Sizlar hozir shu uydagi vaziyatni ko'rsataman. Ketdik. Assalomu alaykum. Yoqimli ishtaha. Uyda birdan o'quvchisiz-a? Tamam. Bu meni ukam 81-yil, orisi epkam 70-yil. Balani ikkisi ishimda nogiron bo'lgan, birisi qaytish bo'lgan. Ularni hozir shu kunda o'zim qarab keltirman, ikkisini ham. O'zimni ikki gelinim bor edi, bularga qaramaslik uchun o'ldirishib tashlab ketganlar. Ikkinchi farzandim Toshkentda. Bizlar umuman yordam bermagan. Endi bola Rossiyada. Men bizlar umuman yordam bermagan. Meni oyligim o'zi 2,5 ming. Oyligimdan men bir so'm pul olaman. Kreditlarim bor. Kreditlarni ödedim. Biz shuni ikkisini pensiyasini yashaymiz. Uydan ham remont etib turibmiz, hech bir o'zgarish etib turibmiz. Bular bizlar doğma shunday. Doğma. Opamiz bilan ikamiz qarindosh bo'lgan, tanlab basib bir kelganda, bular uchisi shuningdek bo'lgan. Birisi kachish bo'lgan, ikkisi bor. Epkam 55 yoshda, Gulchehra epkam. Shunda og'am 80-chida deysiz? 81. O'zim oilam ham shular uchun yashamaganmiz oilam bilan. Turmush o'rtog'im, sen qachon qarasan shu ota-onang ajrashtirib ketadi, shu uchisi uchun deb turib tashlab ketganmiz. Dori darmon olib ko'rmaganmiz bular. Bular kalla borib dapamatmidi, mazam qarshi dapamatmidi, berganingga o'tiraveradilar. Mazasi qachib skori chaqirsak ham, bizlarga kasal emas bo'ladilar. Urgancha qarasadilar. Ishi uyimni sharoiti to'g'ri kelmagani, bularni yo'ntirishib bo'nim bo'lmagani, hech bir sharoitim to'g'ri kelmagani, qishda bularni olib jilxonam topshirib kelishga majbur bo'lganman. Lekin qabul qilib olmadilar. Uyda bani yo'q. Yo'q, hech bir sharoitimiz yo'q bizning. Issiq ichadigan suvimiz ham sharoit yo'q. Dister suv sotib olaman. Suv ichishim ham sharoitimiz ham yo'q. Gaz bor. Gaz bormi? Ha, gaz ballonda. Gaz ballon. Hozir havo yaxshi bo'ladi, deshanda suvni qizdirib baklash edi. Shunda yo'ntiraman bularni. Men mundata o'tiraman bilan kirib bermayib bilmagan. Qozonda pishtirib qatlam so'rayib bilmagan. Qozonda ishga ketganda pishirib qo'yib ketaman. Ochib bo'lsam shu eldimda shu dasturxondan ochib nonni yeydilar. O'tiraveradilar. Qachon men kelib choyni bersam, ovqatini bersam yeydilar. Bularni o'zlarini yotadigan oddiy mehmonasi yo'q. Uni yerda yotadilar, shu yerda turadi. Men o'tirish sharoitlarimiz oynamiz ham nasib olmagan shamol shular buradi. Bu eshikimizni qo'ydirib berdim, men birovlar iltimos etib olib chiqib qoldi, olib ketdim. Unda hokimiyatimiz yordam berdi, eshik berdilar, oyna berdilar. Shuni qo'ydirishdan men sharoitim to'g'ri kelmadi. Bizlar holimiz odamlarni remont etib, toza joylarda o'tirishni, lekin dushalarimizni shu dush ahvoli. Ular ham endi ko'p yashaymi, oz yashaymi, xudo biladidan. Umri tugaganchaning bir bonilari bo'lsa, bir halol vaqtimda girib o'zlari halol vaqtimda yo'l chiqsin degan sharoit etib berilmayapman bular. Aka, sizga rahmatda, shuning jigarlaringizni shunday qarab o'tirganingiz uchun-da, hammasi baribir sinovdan aytadi-ku, bulutli havoningizdan baribir quyosh chiqadi. Kunlar ham o'tadi ketadidan baribir. Hammani baxtli bo'lish haqqi bor. Bo'ladi shunday, xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, akalarim, og'am yaxshi sharoitda yashashlari, o'tirishlari uchun hammalaringiz qo'lingizdan kelgancha yordam etasizlar degan umid. Aziz yurtdoshlar, o'z ehsonlaringizni shu yozilgan Sharif va Gulchehra nomidagi Uzcard Humo viza kartalari yuborishlaringiz mumkin. Oilalaringizni sog'lik, salomatlik tark etmasin. Hammangizga ming rahmat. Birinchi reklamadan ishlagan pulimni bugun Xudo berganim bilan Gulchehra akamni xursand etishga qaror etdim. Shu bozordagilar borna shukr, borsam hamma narsani skidga etib, yana ham narsalar qo'shib berdilar. Shunday odamlar bor Xorazmda. Doğrusu umuman kutmadim. Bunda bir triko oldim, yana bir triko bilan bir ko'sh qo'shib berdim. Gulchehra apga noski so'radi, noskilar oldim. Bu anda havo sovuq bo'ladi, nachoslar shapka oldim. Buni ham skidga etib berdilar. Doğrusu aytsam o'tgan safar yanimda uning pulim yo'q edi, shuning uchun yaxshi top olib bilmadim. Albatta gulsiz borib bo'lmas edi. Gulchehra apga Hoppa! Xudo bergan anamni kiyintirib bo'lib, mashinaga o'tirib parkka yo'l oldik.
Parkda aylandik, to'p o'ynadik, yurdik, yoshlikni esladik. Attraksionlar ko'psi bugun ishlamaydi ekan. Astan parkdan chiqdikdan mashina o'tirib salona bordik. Soch soqolni oldirib bo'lib, massaj ham oldilar, Xudoy bergan ham. To'pni qo'ldan yozdirmadilar lekin. Salon chukaman mendan pilamadi. Salondan chiqdikdan keyin ovqatlanmoqqa bordik. Men ham chesimga ketdim. Xullas qorinni do'yzib, qorinda g'am yo'q dedikdan uyoq qaytdik. Qani bir o'ynab beraymi? Bir o'ynab bering. Karta nomer Gulchehra akaniki. Oiladan mehr-muruvvat va himmatingizni ayaman. Rahmat.